Assalomu alaykum. Bugun 17-mart 2026-yil seshanba kun. Namangan shahar Ko'sosopeta Oqtepalash birinchi filial yangi ochilgan marosimi remonti reklama qilib ijod bajarib yuramiz. Biz ham haqdorimiz şeydi, ular ham chiqishadi. Bo'pti. Mana ha blogger sherigimiz tashanga Telegramga. Men ishondim, bo'ldi. Bo'pti. Bo'pti. Ha. Hop, menüni tanishtiramiz. Yasa chiqmasang chiqma, Doniyor bey ichkariga o'ynadilar, xursand bo'ldim. Hozir bitta menyuni ochib, dastlabki raqamni aytaman. Hop, dastlabki raqam tanishtiramiz. 78 150 0030. Dastlabki kerak bo'lsa chaqirasiz, marketda bo'lsa ham manzil aytasa top yetkazib boramiz. Hozir ichkariga tanishtirib o'tamiz. Bugundan ochildi. Kelasizlar, kelaverasizlar. Hozir avval joylarni ham tanishtirib o'tamiz. Bo'pti. Mana ko'nglim joyiga tushdi, xursand bo'ldim. Hop, o'qiymiz. Mehr bilan. Hop. Mana hamma obunachilar ko'rib kelar edi. Barakasini bersin. Barakalloh. Joylar serob, joylar besi. Mana ara bolalar o'yingoq tanishtiramiz. Joylar serob, joylar besi. Hop, bitta narsa aytaman. Men yaqinda 25-fevralda Mirzabek Xolmeyev bilan chiqib, Komoldrasin Pessola bilan aytdi, mashina qilib zapis chiqaraman. Toshkent Oqtepalashni Instagramda borma. Saribola Picture Instagramda borma. Simlash Bilisimo ham Instagramda borma. Hamma joyda borma. Oqtepalash muxlisiman. Hamma joyning muxlis blogerman. Hozirdan ijod bajarib tugatamiz. Bo'pti. Ayolbek aka. Yesh, yaxshimi? Reklamaga keldingizmi? Hozir lavashga o'tiraman. Avvaliga. Men mana shu yerda har kuni lavashga o'tirgan klientman. Har kuni kelaveraman, bitta so'zdaman. Endi ijod bajarib tugatdik. Bo'pti. Hop. Endi tashqarida davom qoldi, yana tugatamiz. Ko'ngil joyiga tushdi, xursandman. Men olib oling, men mana shu joylarni oling. Bo'ldi, sekin. Bo'ldi, mana sekin yursam yaxshi chiqadi. To'g'ri, to'g'ri. Sal to'xtatib yursam zo'r chiqadi. Biz как раз lavashga o'tiraman. Rost gapirar ekanman, men klientman deb. Mana yangi stol stullarni tanishtiramiz. Joylar serob. Kelasizlar, kelaverasizlar. Ребята, от души, отзыв. Hop. Blogger sherigimiz. Hozir qilaman, yonga o'taman. Ha? Mana qoldi 49 ming, 67 ming foydami? Ha?
Mana qizil yopishgan-ku, qizil alifren. Ash qizil alifren. Bo'ldi mana monitor ketdi. Oxiri o'sha qoldi. Mana bugun ochildi dedim, ichkaridan intervyu qildim. Dastlabki raqamgacha aytdim. Toshkent Oqtepalar muxlisiman dedim ichkari kirib. Dedim. Mana Oqtepalar birinchi finali reklama qilib, ijod bajarib, tugatib bo'ldik. Hozir men lavash yegani kiraman. Eng qimmat qishloq tandir lavashi yeyman. Men yaxshi ko'rgan lavashim. Shirin, barakali lavash. Barakasini bersin mana. Kelasizlar, kelaverasizlar. Ichkarini tanishtirib ko'rsatib bo'ldik. Bo'pti.